Yo, hammaga salom do'stlar. Bugungi videomizda men yangi Minecraftda o'ynab ko'rmoqchiman. Ya'ni bu Minecraft haqiqiy Mojang studiyasidan olingan. Albatta qotishlar bo'lsa uzr so'rayman, chunki bunga ko'p modlar qo'shdim, ya'ni shedalar mana yurishlarni ham qo'shdim. Hozir ekran to'g'rilab olayman. Do'stlar, mana to'g'rilab oldim. Mana aslida bu bunaqa emas edi. Bloklari ham, mana bu daraxtlari ham mana bunaqa emas edi. Mod qo'shganimdan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Albatta bu Minecraftga Verity modni ham qo'shishni o'ylayapman. Albatta qo'sha olsam Verity modni ham, Verity mod, Falsity hammasini qo'shib video olaman. Do'stlar, ertaga ukam bilan yana quruvchilar jangi videosini olamiz. Unda yana nima qurishni kommentariyada yozib qoldiringlar. Uymi yo bo'lmasam qasrchami? Do'stlar, mana hozir molchani chopmoqchiman. Taqab uramiz. Molchani ham chopib yubordim. Endi yana daraxt chopishimiz kerak. Daraxtdan chunki ko'p narsalar qilinadi. Keyin tosh qo'yamiz. Bu Minecraftga hozir bu merimizga 5 ta mod qo'shib qo'yganman. Shunga bu juda ham ko'p qotyapti. Endi bularni taxtaga aylantirib olamiz. Yo'q, buni qara taxtamiz. Qo'yamiz-da. Qo'yamiz-da. Endi arlarga bitta urib qo'yamizmi? Yo'q-da. To'xtasan. Urinmayapti. Yo'q-ki, yaramas. Yaramas bek. Yo'q-ki. Mayli, kerak emas. Faqatgina vaqt yetgani qoladi. Bu yoqqa qo'yamiz-da. Bunaqa qilib vertda qo'yamiz. Keyin esa bunaqa qilamiz-da. O chekin bor ekan. Keyin esa bunaqa tayoqcha qo'yamiz. Keyin esa buni qo'yamiz, faqatgina shuni. Bo'ldi. Keyin esa taxtalik qilib qo'yamiz-da. Mollarni ham chopamiz, taxtalarni, toshlarni olish kerak. Mana bu chetdagi odamni qaranglar-da hozir. Qanaqa qilib chizardi, mayli. Chetda joylarini yonida turibdi-yu. Shuni qaranglar. Yurishini qaranglar. Keyin bunda emotsiyalar ham bor. Ya'ni hozir ko'rsataman. Mana salom chetda turibdi, jonni yonida. Boshqadan ko'rsataman. Salom. Keyin esa barakalla obuna bo'lganing uchun. Sen obuna bo'lganmisan? Unda o'zi videoni ko'raver. Bo'ldi. Hammasini o'zim to'xtadim. Ularni urib ketaveramiz. Eng keragi menga qo'y, chunki kravat qo'ramiz bundan. Kravat qo'rgandan so'ng tunda kechasi juda ham ko'p moblar bo'ladi. Maxluqlar. Nomsam mayli, normal o'tiribdi. Lekin bu Minecraftda juda ham ko'p paydo bo'ladi ekan moblar. Hozir tash qazgandan keyin videoni yoqaman. Do'stlar, mana 45 ta ham qilib oldim. Mana endi tepaga chiqishim kerak. Tepada verta qolib ketgandi. Buni o'ramiz-da. 1 2 3 o'ramiz-da. Vertaga bitta bosaveramiz. Keyin qilich yasaymiz. Çok qat'iydi. Mana qilich, keyin esa qirtka, keyin topor kerak bo'ladi. Hozir hammasini joylashtiramiz. Buni o'rniga bu. Endi bu vertni chop etamiz.
aytgancha pastda men mist ko'rgandim. Bu yangi versiyani navbatga olsak, yangi versiyada misdan birani qilsa bo'ladi, ya'ni ko'ylaklar, aslahalar chetda chiqadi. Yana kirka tapo qilsak bo'ladi. Hamma narsa qilsa bo'ladi. Temirli narsalardan ozgina farq qiladi. Uju kecham bototar ekan. Tepaga chiqarish kerak. Yoki bundan so'rash kerak. Az tunda ko'rasizlar, kechda judayam moblar ko'p bo'lib ketadi. Yotoq bad deydimi, bad. Yurish animatsiyasini qaranglar, chekka ketdi. Ko'z sakrab yursang boshqacharoq ko'rinar ekan. O'yinni qaranglar. Shader bilan turibdi, mana yulduzlar. Hammasini qo'shib qo'yganman. Bitta o'tar beradi ishga. Nechta joningni qo'ygan. Do'stlar, mana Creeperlardan qochib oldim. Ko'rdinglarmi? Shuncha mob bularni urgan bo'lyapti. Kim urdi meni? Bu yoqqa kelsan. Ikkita udardi, bitta udardi ular. Bitta udardi. Tepaga quraveraman. Endi buni o'rniga pechka olish kerak. Pechka ham qolmagan ekanman. Shu yerda o'rib qolsam, voy boy bo'laman, voy boy. Nimaga deysizlarmi, hozir bo'lib qolaman. Yo'q. Voy, o'tiraman deb tushib ketdimman. Qatta edim. Ketasan. Mana qachon olding? O'ldi. Hammasini yig'ishtiramiz va suramiz. Kompollardan qazib o'tirish kerak. Taxtani ustiga chiqib o'tiraveramiz. Ovqatlarni ham pishiraman. Bitta bor ekan, taxtalarni hammasini qo'yish kerak. Menda nechta jun bor? Yetmas ekan, yana bitta oq qo'y bo'lganda edi. Judayam yaxshi ketardi. Creeperlarga salom. Bestikka qo'lim yetadimi? Yetmas ekan. O'sh pishirdimi? Bo'ldi, endi chekin. Hamma yerda moblar, bu yoqda creeper. Bitta temir chiqqanda shit qilib. Hozir hamma ovqatlarni pishirib undan so'ng videoni yoqaman demoqchi edim. Buni qaranglar, oltindan keyin bo'lganda endi men qaramaslik kerak. Do'stlar, mana hozir qo'yni go'shtini qo'yib yubordim. Menimcha shu go'shtlar yetsa kerak. Pastdan ham jumlab ketdim. Mayli, ochib ketaman. To'dangni suramiz. Chetdagi odamni qaranglar, go'shtini qaranglar. Gullarni qaranglar, grafika bilan ajoyib bo'lib ketgan. Mana chekindan yoramiz edi. Bular hali orqamdan kelyapti bular. Baribir o'tolmayman. Baribir qilich ushlab yurgan boshqacha do'stlar, qaranglar. Odamni qaranglar. Urg'ucha qanaqa oldi? Boshqacha bo'larkan, mayli. Bunaqa yuraveramiz. Hamma yerda moblar. Meni urasi. Dedang. Yugur. Yugur, dedang. Kim to'xtatsan o'zi? Zamonani menimcha qizi yo'q. Qizi yo'q menimcha. Bolasi yomon, hech qaysi o'yinchiga yoqmaydi. Hamma o'yinchiga birdek yomon.
Mana bu skeletni qaranglar do'stlar. Alaman. Endi 10 minutcha bo'ldi va endi shuncha narsaga kuchaydim. Toshli narsalarga. Lekin hozirdan meni o'ltirmoqchilar. Hozir bosh joy topgandan keyin videoni yoqaman. Voy do'stlar, mana qishloq topdim men. Shu yoqqa bormoqchiman. Qani? Yur. O'g'inchik qani? Kelayotgani yo'q ekan. Golem bo'lsa golemdan urib ovqat bor ekan. Xo'p. Yo, bunaqa pochoqqa taqlayapman. Ketib qoldimi? Ozgina kichkina edi-yu. Hozir men o'zimga yotoq topgandan keyin videoni yoqaman. Do'stlar, mana yana o'lib qoldim. Qishloqqa yoniga borib. Endi yana shu yoqqa boramiz. Jam qotyapti. Endi borish kerak. Shu yoqqa qarab ketdim menimcha. Albatta qishloqni topgandan keyin videoni yoqaman do'stlar. Do'stlar, men bildim bunda endi o'ynolmasam kerak. Hozir videoni o'chirmoqchiman. Chunki o'yinni ko'rasizlarmi? Yo'q. Tong bo'lyapti. O'yinni qaranglar-da, qip-qizil edi. Yo'q, o'lib ketdim. Do'stlar, xayr, videoni o'chiraman.